Assalomu do'stlar, yaxshimisizlar, kimsizlar? Mana Xudo xolasa mushoyfa tomizdan boshladik. Sog'liq bosib oldik Xudo xolasa. Endi bortchilarni boshladik. Bortga ikki tomonga 3 sm qilib kafil kesib olganmiz. 3 sm. Buni hozirlarga bariyakada kesib o'rgataman. Kafilaringiz bor, kafilaringizni kesganda xursand qolish mumkin. Chunki bir tomoni 45 kesilgan. Kafilimiz ham ingichka yersiz qarinligi 6 mm. O'sha hisobiga bariyakada kesib ko'rsataman sizlarga. Qani ketdik. Mana shuni olib chizoqda qoldirib kesib olsalaring, xudo xolasa, bu ham 45. Bemalol bu ham chirpashga yedirsa bo'laveradi. Santimetre tamam ya. O 13 santimetre. Tamam 45 kesilgan. Sizlarga ko'rsataman buni qayerga qo'yishni. Mana do'stlar. Pardonni ham xudo xolasa bo'lishini boshladim. Shu bo'rtiga qo'yiladi mana shu santimetrlik mana. Kafilimiz ingichka bo'lgani uchun 0.6 6 mm balyakali kesyapman. Shunday bo'ladi. Qo'yilib tepasiga bo'rtik qo'yiladi 9 cm. Kafilimiz vermatoviy tomonlar yo'q. Bilamizmi?